Qizlar, endi bular nimalar foyda beradi, nima uchun? Omegani bilasizlar, hammaga sochimiz to'kilayotganda, tirnoqlarimiz sinib ketayotganida, ko'jalarimiz elastik bo'lmay qo'yganida, zreniya. Biz hozir juda ham ko'p telefonlar bilan mashg'ulmiz. Biz ishimiz telefon bo'lgani uchun zreniyani mustahkamlaydi. Bu baliq yog'i qizlar. D3 esa bu D3 suyaklarda, mushaklarda mustahkamlab beradi qizlar. Suyakda yemirilishini oldini oladi. Bu tishlarimizga ham rosa yaxshi. Tishlarga, ayniqsa mana biz ko'p tuqqan onalar eng ko'p tishlarimizdan ayrilyapmiz. Bizni tishlarimiz mustahkam bo'lishi uchun mana shu D3lar bizga обязательно suyaklarimizga kerak. Ozayotganda ham rosa katta bizga kuch beradi. Bular metabolizmni tezlashtirib beradi. Vitamin B kompleks bu immunitet, energiya qizlar, miya faoliyatini rosa yaxshi ishlashga yordam beradi. Bizni energiyamizni, immunitetimizni 1000 darajaga olib chiqib beradi. Vitamin B kompleks juda ko'p narsalarga foyda. Magniy sitrat B6 bu uyquni normallashtirib beradi, stressdan chiqaradi. Stress hamma kasalga olib keladi. Biz esa stressni yo'q qilishimiz kerak. Stress, даже semirishlik ham stressdan qizlar. Mana shu magniy deysiz, stressdan chiqasiz. Anti stress, ya'ni no stress. Bizga stress yo'q bo'ladi. Yaxshi uxlaymiz, miya dam oladi. Miya, misol uchun buni ichmasak, har kun uxlab turaveramiz, lekin miya dam olmaydi. Charchagan miya bilan yana ertaman turib yuraveramiz. Bu magniy esa miyamizni dam oltiradi. Funksiyalari, boshimizdagi qon tomirlar yaxshi aylanadi qizlar. Shuning uchun magniy bular bizga rosa ham kerak vitaminli komplekslar.